Andijonda ayolni samosud qilgan 5 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, voqea 2025-yil 23-dekabr kuni sodir bo'lgan. 1991-yilda tug'ilgan ayol 1998-yilda tug'ilgan boshqa bir ayolni turmush o'rtog'i bilan ishqiy munosabatda bo'lganlikda ayblab, undan qasos olishni rejalashtirgan. U tanish ayollari orqali jabrlanuvchini shifoxonaga olib kelgan. Shifoxonada ayol tahqirlanib, bu jarayon videoga olingan. Keyinchalik gumonlanuvchi yana 2 nafar tanish erkakni chaqirib, jabrlanuvchini majburan avtomobilga o'tkazgan. Ayol Andijon tumani Jevachi mahallasi hududidagi ovloq joyga olib borilgan va u yerda erkaklardan biri uning sochlarini mashinka yordamida olib tashlagan. Jarayon yana bir ayol tomonidan video tasvirga olinib, keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 5 nafar shaxs gumonlanuvchi sifatida ushlangan va ayni damda tergov harakatlari davom etmoqda.